Mening qadrdon podpischiklarim. Endi sochim uzun yoqyapti. Majbur. Nima ichiydi? Boyaga bor ichiydik-ku, dekana? Qaysiga? Aytaychiydi? Ha. Sevinch menga har safar aytaychiydi. Sen har safar meni bahadnomda sarson qilaychiding, uxlamay ichiding. Kimman aytaydim? Bo'ldi, tamam, uxla desam, u menga ertalab soat 12 dan telefon qilib, Ertalab 12. "Lag'moy yegim kelyapti" dedi. Dadam bor. Kimman aytyapman Sevinchga? Sevinch, sen debman, pastaganni lag'moy yeychiding. Sen yeychiding, keyin sen merayding. Shivamni ustidan kulmachi. Maloni yeychiding. Hozir katta qo'g'on ustidan kulding ona. Menga bu shiva yoqib qoldi. Men endi pasportimni Qashqadaryo shivaga almashtirmoqchiman. Sevinch, katta yanga ayt, meni bala qilachiydimi? Qilaychiydi-da. Tamam. Men endi Qashqadaryoning qiziman.